Bugun bitta mijozimiz uchun shunaqa pink naborlarini qizlarni sharpalariga yig'ib berdik. Ko'rib turganinglardek 2 xil kremlaridan berdik, skrablaridan berdik. Pink naborimiz original. Xohlagan joyinglar bilan solishtirsanglar bo'ladi. Shunaqa smuzi kremlaridan berdik, spreylaridan berdik. Undan tashqari gedali dushlaridan ham qo'shib berdik. Sarpa bo'lsin, to'la bo'lsin qildikda qizlarjonlar. Keyin shunaqa sovunlaridan qo'shib berdik. Undan tashqari qo'l kremlari deysizlarmi, pinkga hamma narsasi menda bor. Bemalol kimga kerak bo'lsa zakaz berishinglar mumkin. Bu mijozimiz bilan keyin gaplashib qoldik. Naborlarni hammasini yig'dik, tonalkalarigacha qo'shib berdik. So'radim bu mijozimizdan, katta naborlarimiz ham bor, qo'shib beringmi desam, albatta dedilar. Keyin qizingizlargami bu sarpa kenayi desam, yo'q, bu meni kelinimga dedilar. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Shunaqa kelinini xursand qiladigan, kelinini o'ylaydigan qaynonalar ko'payishini tilab qolardim va bu mijozimizga shunaqa kes naborni podarka qilib qo'shib berdik. Yaxshi kunlaringlarga ishlatinglar asalim.